qilar ekan. Dokument bo'yicha qilinadi hammasi, kadastr bor-ku. O'zi to'rt. Nima qilyapsanlar? Otang tirikligida qaysi vijdon bilan men bu iblis devorini tortyapsanlar? Qaysi biringdan chiqqan gap bu? Sendan chiqqan. Yo'q, sendan chiqqan. O'zi yoshligingdan bu mag'rur bo'layding. Sen nima qilsan yo'q albatta. Menga baqirish, naqarisi bo'lsin. To'xtang, hali ish bor sizda. Maqsad qo'y bolalashga aralashma. Ya, Tolib, sen meni yaqin og'aynimsan. Gapira olmayotgan bo'lsang, mana men gapiraman. Uy bo'linmaydi. Mamini yebsanlar. Nima deyapsiz? Bo'linmayapti. Prosta adam yarmini sotyaptilar. Yarmimizni o'zimiz yashaymiz. Ade? Voy, hoppa. Tolib? Voy, Isingni yeb qo'ydingmi, nimaga qo'lini sotasan? Butun umr shuning uchun ishladim. Men ham odamman-ku. Haqqim bormi yashashga? Shu yoshga kirib, na samolyotda uchdim, na dengizni ko'rdim. Sotaman, ketaman onasini deyapsan. Qayerga ketasan? Tailandga. Qayerga? Tailandga. O, tupoy, dengizni ko'rish uchun Tailandga borish shartmi? Yo'q, dengiz yaxshi ekan-da, yani ko'rdim-da. Batonmi degan qarab ko'chalar ekan, shifobaxsh ko'chalar qarang. Isingni yeb qo'yibsan. Maqsad! Mana shu o'rtadan to'sib, mana yo'q kisotuni sotamiz. ukam qayerda yashaydi ekan? Ana seni yoningga ko'chib oladi. Jo'da, qo'ying, bitta Tailand uchun uy yarmini sotasizmi? Men 2000 dollar topib beraman o'zim. Voy, yetmaydi o 2000 dollar. Bolam, senlarni shuncha yedirdim, ichirdim, boqdim. Endi meni ham dam olishga haqqim bormi bu dunyoda? Aqldan yashashga haqqimiz bor, nima qilasiz bo'lib? Yashaverasanlar mendan keyin. Kadastr bolam hujjatini qilib qo'y. Bo'lib qara qo'y.